Pepsi kompaniyasi bugun yana bir oilani xursand qilajak. Nechun deymizmi? Mashinada ko'rishingiz mumkin. BYD bugun Husaynboy og'amizning xonadonida bo'ladi. Nechun? Pepsi kompaniyasi bilan ko'p vaqtdan beri hamkorlikda ishlashib kelyaptilar va Husayn og'a sizni tabriklaymiz. Mashinalar muborak bo'lsin. Demak, do'stlar, hurmatli biznesmenlar, sizlarga yana bir marta aytib o'taman. Pepsi kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlaysizlar. Xudo xolasa sizlarni biza xursand qilamiz va mashinalarni xonadoningizga olib borib beramiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Bugun xudo xolasa atmosferani ko'rib tursizlar, atmosferani yana hamma elatdagilar xursand bo'lib turibdi. Bu yanani astan birin-ketinlik bilan davom qildiraveramiz. Yangi bozor, bu qana bir chiroyli qarsak bo'lsin. Mashinalar o'ng bo'lsin. Niyat bor edi bir vaqtlar. Agar mashin beramiz desa, olacak telefonni. Pepsi kompaniyasidan topshiriladigan mashina birgalikda topshiramiz qarsaklar. Tabriklaymiz. Gap yo'q. O'shin baliqchini xo'rasi to'xtadi. Pepsi kompaniyasining BYD avtomashinasini bugun o'tib o'tdi. Sizni Allohga yoqadigan yeringiz bor. Pepsi kompaniyasi zo'r! Bugun mashinamizni ya'ni Husaynboy og'amizning yonidamiz. Husaynboy og'a, siza telefon kelgandan chiq hayajonlandingiz. Nima deb telefon keldi? Telefon keldi, men baliq bor, Ama baliq bor. Kelaveringlar deb, ya baliq pishirayotganda ishonmadim. qo'yib berdingiz telefonni. 2-3 marta telefon olgandan keyin Hayajon chiqib bo'ldi. hayajon. Mut Nima mashin bo'ldi, gap turibdi. Dayı mut mashin gap turibdi. Biz ham bir o'tarmiz deb o'ylab ko'rganmiz. Malades. Husaynboy og'amizni tabriklaymiz. Hamisha shunday g'olib bo'lib, eng zo'ri, eng yaxshisi bo'lib sizga nasib qilsin. Pepsi kompaniyasi tomonidan sizni yana bir marta, oilangizni yana bir marta tabriklaymiz. Hamisha eng zo'ri bo'lib birgisiz. Sizni ishlaringizga, tadbirkorlik ishlaringizga ham omad tilaymiz. Salomat bo'ling. Pepsi eng zo'ri. 42 ta avtomobildan 14 tasi allaqachon topshirilmoqda. Ikkinchi bosqich boshlandi. Avvalgi bosqichdagi kuponlar bekor qilinadi. Endi barcha ishtirokchilar yana bir xil imkoniyat bilan yangi bosqichni boshlaydilar. Keyingi jonli o'yin va 14 ta BYD Chazor avtomobilining o'yini 3-avgust kuni bo'lib o'tadi. Hozirdanoq Pepsi mahsulotlarini xarid qiling, kupon to'plang va ikkinchi bosqichda qatnashing.